Salom do'stlar. Bugungi ko'rsatuvimizda siz bilan tabiatning eng kam uchraydigan, ko'pchilik bilmaydigan 10 ta qush turi bilan tanishamiz. Bu qushlar nafaqat o'zining g'aroyib ko'rinishi, balki noodatiy xulqi va yashash muhiti bilan ham ajralib turadi. Birinchisi shoybel, kitaglav laylak. Afrikaning botqoqli hududlarida yashaydigan bu ulkan qush o'zining katta va poyabzalga o'xshash tumshug'i bilan mashhurdir. Shoybel deyarli qimirlamay uzoq vaqt ovini kutadi va asosan bu yirtqich qushlar baliq, qurbaqa va kichik timsohlar bilan oziqlanadi. Shoybellar yolg'iz yuradi va harakatsiz turishni xush ko'radi. Ularning tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, patlari ko'k kulrang, qanotlari keng, tumshug'i juda katta va uchida ilgagi ham bor. Shoybel tumshug'ining ustki va pastki qismini bir-biriga urib, o'ziga xos jarangdor, vahimali ovoz chiqaradi. U o'zining sokin harakati bilan tanilgan noyob qushdir. Balandligi 110-152 sm gacha yetadi. Bolta yutar nomi bilan ham ma'lum bo'lgan bu qush turi ko'pincha qirg'ovul yoki laylaksmonlar oilasiga yaqin deb hisoblansa-da, ba'zan o'zining alohida turkumiga kiritiladi. Ikkinchisi kakapo, Yangi Zelandiyada yashovchi, dunyodagi yagona uchishni bilmaydigan, eng og'ir va tungi hayot tarzini olib boradigan to'ti qush turi hisoblanadi. Uning og'irligi 4 kilogrammgacha yetishi mumkin. Hozirgi kunda kakapolar juda kamyob bo'lib, yo'qolib ketish xavfi ostida turibdi va hozirda maxsus qo'riqlanadigan orollarda saqlanib qolgan xolos. Kakapolar ucha olmagani bilan daraxtlarga yaxshi chiqadi. Kunduz uxlashni, kechasi esa faol bo'lishni yoqtiradi. Ular juda uzun, ya'ni 60-90 yilgacha yashashi mumkin. Kakapolar o'simliklar, mevalar, urug'lar va o'tlar bilan oziqlanadi. Kakapolar juda sekin ko'payadi va tabiatda ularning dushmanlari ko'p bo'lgani sababli hozirda ular qo'riqxonalar orqali ularni saqlab qolish choralari ko'rilmoqda. Uchinchisi, hammamiz sovuq deb ataydigan ilonlar bilan oziqlanadigan kotib qush. Bu qush Afrikaning ochiq dasht va savannalarida yashovchi, oyoqlari turnanikidek uzun, tanasi burgutnikiga o'xshash noyob yirtqich qush turi bo'lib, bo'yi 1,5 metrgacha yetadi. O'ziga xos uzun patlari sekretar qalamiga o'xshaganligi uchun ham uni shunday atashadi va u yerda yugurib, o'ljasini tepib o'ldirishi bilan mashhur hisoblanadi. Bu qush hattoki ilonlarni ham ovlaydi. U yerda yurib, ov qiladigan kam sonli yirtqich qushlardan biridir. Kotib qushlar asosan daraxtlarning tepasida uya quradi va odatda 1-3 tagacha tuxum qo'yadi. Yana bir qiziq ma'lumot, kotib qush Sudan va Janubiy Afrika davlatlarining gerblarida tasvirlangan. Hodzin, hidli qush deb ataluvchi ushbu noyob qush Amazonka va Orinoco havzalari, tropik o'rmonlar va botqoqliklarda yashovchi, o'ziga xos noyob qushlar sirasiga kiradi. U o'zining yomon hidi sababli badbo'y hidli qush deb ham ataladi. Parhezning asosini barglar tashkil etadi va boshqa qushlardan farqli o'laroq oshqozoni sigirlarniki kabi ishlaydi. Yangi tug'ilgan jo'jalari qanotlarida o'tkir tirnoqlari bo'lib, ular xavf tug'ilganda daraxtga tirmashib chiqishda yordam beradi. Bu xususiyat ularni dinozavrlar davriga bog'laydi. Ha do'stlar, dinozavrlar davridan qolgan yana qanday hayvonlarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Beshinchisi lira qush. Lira qush Avstraliyaga xos bo'lgan, o'zining ajoyib taqlid qilish qobiliyati va lira shaklidagi dum patlari bilan mashhur noyob qushdir. Ular o'rmonlar, xususan nam iqlimli o'rmonlarda yashaydi va tabiatdagi deyarli har qanday tovushni, jumladan boshqa qushlar, hayvonlar, hatto mashina va asboblar ovozini aniq takrorlay oladigan talantli qush desak ham adashmagan bo'lamiz. U hattoki kamera tovushi, arraning ovozi, itlarning uvillashi kabi tovushlarni aql bovar qilmaydigan darajada aniq taqlid qila oladi. Lira qushlar ko'pincha yerda oziqlanadi va uyani shunchaki emas, alohida e'tibor bilan quradi. Ular juda ehtiyotkor va xavf tug'ilganda tezda yashirinadi. Xullas, ular dunyodagi eng ajoyib ovoz taqlidchisi va tabiat mo'jizalarining biri hisoblanadi. Oltinchisi raqqos qush. Raqqos qush nomi bilan tanilgan Peru milliy qushi bo'lib, Janubiy Amerikaning Ant tog'lari, bulutli o'rmonlarida yashovchi yorqin rangli tropik qushdir. Erkaklari to'q sariq, qizil tana va o'ziga xos yarim doira shaklidagi toji bilan ajralib turadi. Urg'ochlari esa jigarrangroq, ko'payish vaqtida erkaklari lek deb ataladigan hududlarda to'planib, o'zining yorqin patlari, g'alati tovushlari va sakrashi bilan urg'ochlarini jalb qilish uchun musobaqalashadi. Ular asosan mevalar bilan oziqlanadi. Shuningdek, hasharotlar, kichik
kichik va amfibiyalar va kaltakesaklarni ham yeydi. Urg'ochisi toshlar orasiga yoki g'orlarga loydan uya quradi, tuxumni bosib o'tiradi va bolalarini yolg'iz parvarish qiladi. Bu qushlar garchi yashash joylarining buzilishi xavf solayotgan bo'lsa-da, bu tur xavf ostida bo'lmagan turlar ro'yxatiga kiradi. Ular o'rmon regeneratsiyasida, ya'ni urug'larni tarqatishda muhim rol o'ynaydi. Yettinchisi Great Pato. Great Pato Markaziy va Janubiy Amerika o'rmonlarida yashovchi tungi yirtqich qush hisoblanadi. U o'zining o'tkir ko'zlari, daraxt shoxiga o'xshash niqoblanishi va g'aroyib, baqiroq ovozi bilan mashhur. Ular tunda uchib yuruvchi hasharotlar, ko'rshapalaklar va qushlarni ovlaydi. Ushbu qushlar ko'pincha qo'zg'almasdan o'tirib, o'ljani kutish orqali ham sabrli qushlar sirasiga kiradi. Great Pato o'ziga xos ko'rinishi tufayli dunyodagi eng g'alati qushlardan biri hisoblanadi. 8-si Marabou laylagi. Salkam bo'yi pastroq odam bo'yiga teng Marabou laylagi Afrika janubida yashovchi, bo'yi 1,5 metrgacha, qanotlari kengligi 2,5 metrgacha yetadigan yirik, kalta boshli laylaksimon qushdir. Ular asosan o'laksaxo'r bo'lib, o'ziga xos qizil bo'yin xaltasi va ulkan tumshug'i bilan laylaklardan ajralib turadi. Bu qushlar ko'pincha quruq mavsumda yashaydi va ozuqa izlab, chiqindi uyumlari hamda yong'inli hududlarda ko'rinadi. Yirik tana vazniga qaramay, ichi kovak suyaklari tufayli yaxshi uchadi. Odatda ovozsiz, lekin xavf tug'ilganda tumshug'ini taqillatib ovoz chiqaradi. U ko'pincha tozalovchi vazifasini bajarib, o'lik hayvonlar bilan oziqlanadi. 9-si Sumbitteran. Ovqatni suvda yuvib beradigan qush haqida eshitganmisiz? Markaziy va Janubiy Amerikaning tropik o'rmonlarida yashovchi noyob va o'ziga xos qushdir. U o'zining oilasining yagona vakili hisoblanadi. Xavf tug'ilganda yoki juftlashish paytida Sumbitteran qanotlarini keng yoyadi. Shunda qanotlarida qizil, sariq va to'q sariq rangli, xuddi quyosh yoki ulkan ko'zlarga o'xshash yorqin naqshlar namoyon bo'ladi. Bu naqshlar yirtqichlarni qo'rqitish uchun xizmat qiladi. Bu turdagi qushlar Gvatemaladan tortib Braziliyaning shimoliy qismlarigacha bo'lgan hududlarda, asosan daryo va soylar bo'yidagi nam o'rmonlarda uchraydi. Suv bo'ylarida ov qiladi. Ovqatlanishga keladigan bo'lsak, hasharotlar, mayda baliqlar, qisqichbaqasimonlar va qurbaqalar bilan oziqlanadi. Sumbitteran odatda yolg'iz yoki juft bo'lib yashaydi. Ular o'z o'ljasini tezkor harakat bilan tumshug'ida tutib oladi. Urg'ochisi odatda ikkita tuxum qo'yadi va polaponlarni ota-onasi birgalikda parvarish qiladi. Qizig'i shundaki, ota-onalar ovqatni polaponlariga berishdan oldin ko'pincha suvda yuvib, tozalab berishadi. 10-si Jilvador Quetzal. Jilvador Quetzal Markaziy Amerikaning tog'li bulutli o'rmonlarida yashovchi, o'zining zumrad yashil va qizil patlari hamda erkagining uzun 1 metrgacha yetadigan dumi bilan mashhur noyob tropik qushdir. Gvatemala milliy qushi va ramzi bo'lib, qadimiy Maya va Azteklar tomonidan muqaddas hisoblangan. Muqaddas deya hisoblangan bu qushlar asosan avokado turiga mansub mevalar, shuningdek hasharotlar va mayda qurbaqalar bilan oziqlanadi. Odatda Jilvador Quetzal yolg'iz yoki juft bo'lib yashaydi. U juda uyatchan qush hisoblanadi. Quetzal qadimda erkinlik va ma'naviy kuch ramzi sanalgan. U Gvatemala bayrog'i va gerbida tasvirlangan, shuningdek mamlakatning milliy valyutasi ham Quetzal deb ataladi. Bu qushlarning har biri tabiatning o'ziga xos mo'jizasi. Ularning yashash muhitini asrash va biologik xilma-xilligini saqlab qolish kelajak uchun muhimdir. Keyingi ko'rsatuvlarimizda yana shunday qiziqarli va kam tanish jonzotlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bunday foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va albatta siz yana qanday qush turlarini bilasiz? Izohlarda yozing. Iqbol Times bilan dunyoni o'rganing.